Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men ismim Turdiyev Davronbek. Men eslab qolish bo'yicha Rossiya rekordsman hamda O'zbekiston Nima sport federatsiyasi prezidentiman. Ushbu videomiz Black Cube onlayn kursiga, onlayn treningiga kirish videosi bo'ladi. Juda ham ko'pchilik odam so'ragan edi Black Cube nimadan iborat, nima uchun aynan nomi Black Cube, nima uchun aynan shu kursni siz o'zingiz asosiy kursingiz deb hisoblashni boshladingiz deyishadi. Men yaqin bir 7-8 yildan beri xotirani rivojlantirish bilan shug'ullanaman. Oxirgi 3 yil ichida taxminan bir 4 mingta, 5 mingta odamni xotirani rivojlantirish turli xil texnikalariga, turli xil treninglar, onlayn, offlayn treninglar orqali o'rgatdim. Ya'ni shu trenerlik karyeramni qurishga harakat qildim va trenerlik bilan shug'ullandim. Odamlarga qandaydir bilim berishga harakat qildim, o'rgatishga harakat qildim. Juda ham ko'p o'qituvchilar, shogirdlar chiqardim. Lekin baribir ham shuncha optga, ya'ni shuncha tajribaga ega bo'lib turib, men bitta narsani ayon tushundimki, insonlarning muammosi bitta ekan. Deyarli hamma 100% treningga oladigan bo'lsak, xoh bu biznes trening bo'lsin, xoh bu til o'rganish bo'yicha kurslar bo'lsin, ingliz tili deysizmi, arab tili deysizmi, boshqa qanaqadir tillar deysizmi, matematika deysizmi, aynan bitta katta muammo, doim savol bo'lib turadi. Bu dangasalik. Nima uchun aynan dangasalik bunchalik muhim? Nima uchun aynan dangasalikka urg'u berish kerak? Nima uchun aynan dangasalik nimadan kelib chiqishini biz juda ham yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Sababi oddiy. Tasavvur qiling, siz ingliz tiliga boryapsiz yoki qanaqadir biznes treningga boryapsiz-da. U treningda siz til o'rganishni o'rganyapsiz, qanaqadir marketing sohasidan reklama qilishni o'rganyapsiz, misol uchun, targetingni o'rganyapsiz, mijozlar bilan gaplashishni o'rganyapsiz. Farqi yo'q. Million xil qandaydir texnikalarni o'rganishingiz mumkin. Hattoki dunyoning eng kuchli trenerlaridan o'rganib kelishingiz ham mumkin. Xoh bu Russell Brunson bo'lsin, xoh bu Tony Robbins bo'lsin, umuman hech qanaqa farqi yo'q. Baribir ham oxir oqibat hamma narsa sizning bo'yningizda qoladi. Nima degani bu? O'rganishni, ya'ni ta'lim olishni 3 ta asosiy etapi bo'ladi. Birinchisi bu informatsiyani tushunib olish, bilib olish. Ya'ni men sizga nimadir dedim, siz o'sha narsani, aha, shunaqa ekan deb tushundingiz. Ikkinchisi bu narsani anglash, ya'ni bu men sizga bergan ma'lumot qanchalik siz uchun kerakligini anglab yetishingiz, qanchalik bu ma'lumotdan keyin siz o'zingizga nimadir foydali narsa olishingizni anglab yetishingiz, o'sha ma'lumotning ma'nosini, mantiqiy tubida bor qandaydir bir asosiy mag'zini chaqishingiz, tushunishingiz bu shu ikkinchi qadam bo'ladi. Uchinchi etap esa bu amaliyot. Bu asosiy etap. Eng qizig'i shu amaliyot etapi sizning bo'yningizda. Agar siz ingliz tiliga boryap turgan bo'lsangiz, siz ingliz tiliga borganingiz uchun tilni o'rganmaysiz yoki ingliz tili kurslarini o'zida o'rganmaysiz. Yo'q. Aksincha siz asosiy ishni o'zingiz yolg'iz qolganingizda bajarasiz. O'qituvchi sizga qandaydir grammatikani berishi mumkin, yo'nalish berishi mumkin. Lekin siz yolg'iz qolganingizda siz dars qilish o'rniga yoki o'z tezda ishlash o'rniga YouTube bukoylab yotadigan bo'lsangiz yoki nimadan ishni boshlashni bilmay turadigan bo'lsangiz, to bu juda ham katta muammo. Ya'ni siz hech qanaqa natijaga erishmaysiz. Aynan shu joyi, shu birinchi qadam deyarli hamma treninglarda kamchilik bo'lib qolib ketgan. Shuning uchun men o'yladimki, Black Cube ichiga aynan dangasalikni yengish, aynan ish jarayonini qandaydir bir strukturaga, tizimga solish, aynan topshiriqlarni to'g'ri qo'yib, to'g'ri bajarish va o'zingizni shaxsiy effektivligingizni bir necha barobarga oshirish haqida turli xil metodlarni qidirib shu trening ichiga soldim. Eng qizig'i men o'yladim, haqiqatan ham bu muammo. Haqiqatan ham agar siz dangasa bo'lsangiz, agar siz o'z tezda ishlay olmasangiz, hech qanaqa trening, hech qanaqa til o'rganish kurslari sizga yordam bera olmaydi. Bu degani bu muammo fundamental muammo, ya'ni asosiy muammo. Bu muammoni yechuvchi trening bo'lsa, fundamental trening bo'ladi va bu trening Black Cube. Black Cube ichidagi barcha narsalar, bu texnikalar, bu usullar hammasi turli xil tadqiqotlarga tayangan. Bu trening, men biladigan treninglardan inson miyasini fiziologiyasini inobatga oladigan yagona trening bo'ladi. Va agar siz Black Cube ichidagi mayda qadamlarni bajara oladigan bo'lsangiz, siz juda ham katta natija olishingiz mumkin. Eng qizig'i bu natijani bitta yo'nalishda emas, konkretni bitta yo'nalishda emas, umuman olganda hamma yo'nalishda olishingiz mumkin. Til o'rganmoqchimisiz, birinchi Black Cube o'qing. Biznes bilan shug'ullanmoqchimisiz, birinchi Black Cube o'qing.
tam karyerangizni ko'tarilmoqchimisiz, nutqlikni o'rganmoqchimisiz? Birinchi Black Cube o'qing. Chunki Black Cube bu fundamental narsa. Black Cube ichida bor texnikalarni siz ishlatgan holatda o'zingizni hayotingizni bitta tizimga qo'ya olasiz. Dangasalikni yo'q qila olasiz va Black Cube'dan ozgina harakat qilib, ko'pgina natija olishingiz mumkin. Eng qizig'ini aytaman, baribir ham siz harakat qilishingiz kerak. Ya'ni trening ko'rganingizdan keyin qandaydir harakatlar bo'lishi kerak siz tomonidan. Shuning uchun biz turli xil uy vazifalarni tayyorlaganmiz Black Cube ichida tarqatma materiallari bilan birga. Ozginagina harakat bo'lsa bo'ldi siz tomonidan, ya'ni uy vazifalar minimal darajada qilingan. Darslar ham oson, soddalashtirilgan tilda tushuntirilgan, hayotiy qilib, tushunarli qilib, siz atigi o'sha berilgan vazifalarni minimum ozginagina bir qadamdan bajarib borsangiz bo'ldi. Shoshilish shart emas, lekin amalda bajarish shart. Ya'ni bu treningga ham, bu treningga o'tish uchun ham sizda qandaydir iroda talab qilinadi, sizdan dangasalikka yengish talab qilinadi, lekin qolgan treninglarga qaraganda minimal darajada bo'ladi va ishonchingiz komil bo'lishi mumkinki, bu treningda bor metodlar, bu treningda bor texnikalar bu dunyodagi eng zo'r metod va texnikalar. Shuning uchun tayyor turing, hayotingiz o'zgarib ketish ehtimoli juda ham katta. Eng qizig'i bu narsa sizni qo'lingizda. Men sizga bergan metodikalarni ishlatgan holatda siz juda ham katta muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin. Black Cube'ga xush kelibsiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.